olishni boshlashmoqda. Bu yerda dimlar uloqtirib tashlashganligini ko'rib turibmiz. Javohir 18 ning sproylari yaxshi. Alini sezishdi. Ali tomonidan hozir sproylar amalga oshirilmoqda. Ali qayerlarga uchib ketdi. Bir havoga ko'tarilib raqiblar pozitsiyasini o'rganib oldi. Umar hozir raqib o'yinchisini nok holatiga keltirganligini Kilchatda ko'rdik. Umarning o'zi ham javob nokini qabul qilib olyapti. Javohir o'z tomonidan va senator nok holatida Evil o'z ustozini, o'z kapitanini, sobiq kapitanini nok holatiga keltirib, dabit qilib yuboradimi? Ha, dabit qilib yuboryapti, lekin o'zi low HP da u bu holatni albatta yaxshilab olishga ulgurdi. Evil bir o'zimi yo'q. Feliza bilan qolgan. Evil nima qila oladi ekan? Evil yo'q, chiqmayapti hozircha. Raqiblar tomonidan Javohir 18. Bu yerda solo holatda qolib ketgan Javohir 18. Agar headshot bo'lganidami? Balkim bo'lar. Balkim Javohir 18 hozir bu to'qnashuvda g'olib chiqib ketar. Hayyashkalar qizdirib olganligini ko'rib turibmiz. Javohir 18 ning hayyashkasi hozir raqibi tomonidan ajoyib tarzda uloqtirilmoqda. Evilni ham bartaraf etib qo'ydi. Javohir 18 Dangerous Sport jamoasi uchun ajoyib raund. Mana bu emotsiyalar. Ha,